Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizga DAF Erol 480 tali mashinasini olib kelishgan. Bu mashina bizga kelishiga sabab bitta silindrlar chala ishlab kelgan. Buni sababi yana rasvedval, yana talkatorlar yeyilishlar bor. Holatlar juda ayanchli holatda bo'lib, aylanmay qolganda mana shu o'zida aylan rasvedval yeb olgan. Bitta silindrni chala ishlatib, mashinani ehtiyot qilib olib kelishdi. Lekin buni qilib minib olib kelmani, iloji bo'lsa tortib olib kelinglar. Agarda bu aylanib surishkasi ziyon etsa, motor boshqa joylarga, vallarga surishga borib qolsa, qish anaqa holatlar bo'ladi, kuzatiladi. Bu o'zingiz uchun ziyonni kattasi bo'ladi. Hozirgi kunda masalan deylik, rasvedvalga, stakanchilarga pul rasvod qiladigan bo'lsangiz, unda polni motorga rasvod qilasiz. E'tiborli bo'linglar. Moylarga surishga o'tmasligi kerak biz uchun foydali bo'ladi. Bunday holatlarga sabab moyi sifatsizligi, jiri pasayib ketgani hisobga bo'ladi. Shu narsalarga e'tiborli bo'linglar, o'zingiz uchun foydali bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qilinglar, sizlar uchun xizmatdamiz.